tektiradi. Haqiqatan sovuqroq. Ko'rding? Assalomu alaykum, hurmatli Tepladoktor jamoamizning aziz obunachilari, hurmatli uy va bino egalari, aziz do'stlar. Siz bilan bugun Yunusoboddagi obyektimiz energiya samaradorlik texnologiyalariga amal qilgan holda Germaniyaning Rexau oyna rom ishlab chiqaruvchisining ofitsialniy dileri bilan hamkorlikda ustozim Sobir Shermuhammad bilan to'g'ri montaj qilish texnologiyalari bo'yicha montajniy brigadaga master-klass o'tkazyapmiz va oyna romlarni to'g'ri ishlashini nazorat qilgan holda montaj jarayonini o'z nazoratimiz ostida olib boryapmiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda Rexau kompaniyasi hammaga tanish bo'lgan. Bu Germaniyani eshik va romlarni ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri. Shu Rexau kompaniyasi bilan birgalikda bu obyektda hozir deraza romlarini montaji bilan shug'ullanyapmiz. Montaj jarayonida Germaniyaning Proklima mahsulotidan foydalanyapmiz. Jumladan maxsus kleyk lentalaridan foydalanyapmiz. Bu lentalarning afzal taraflaridan bittasi absolut universal lenta hisoblanadi. Buni ham tashqari va ichkari tarafdan qo'llasa bo'ladi. Ya'ni bu lenta variativniy hisoblanadi. Variativniy degani ob-havo sharoitini o'zgarishiga qarab u yoki paraizolyatsiya yoki vetrovlagozashitniy membrana vazifasini bajarishni boshlaydi. Shu xususdan bu universallik hisoblanadi. Ikkinchi yaxshi taraflaridan biri uni yopishtiriladigan shu yelim qismi firma tomonidan umrbod garantiya beriladi. Bu yerda bu Gineu romlardan foydalanganimiz Passive House sistemasida ishlatilgan va uni sertifikatiga ega bo'lgan bu romlar hisoblanadi. Shu xususda buni stiklopaketlari ham ikkita kamerali, ya'ni 3 qavat oynadan iborat romlardan foydalanishni afzal ko'rdik. Keyingi videolarimizda bu obyektni biz havo aylanish darajasini ko'rsatuvchi testdan o'tkazamiz. O'sha bo'yicha yana qayerdan issiqlik yo'qotilyapti yoki qanaqa ventilyatsionni issiqlik yo'qotilishlar bor, shu narsalarni ham tekshirib, albatta bu uyni iloji boricha energiya effektiv A klassga yaqin bo'lgan bir darajaga olib chiqishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting va Proklima mahsuloti agar kerak qiziqtiradigan bo'lsa, bizga pastdagi raqamlarga murojaat qilib bizlardan so'rashingiz mumkin.